Qayoqdan bilay oyijon, men uni Murod deb o'ylabman. U ham o'shanda sovchi yubormoqchi edi. Shundan kelgan sovchilar bo'lsa kerak deb o'ylabman. O'zimni tutib tura olmadim. Yuzimni kaftlarim orasiga olib, yig'ini davom ettirdim. Endi gap bunday. Cho'rt kestonam. Hammasini esingdan chiqar. Tamom vassalom. Bizni desang aytganimiz bo'ladi. Aks holda onam shunday deb uydan jahl qilib chiqib ketdilar. Biz kelinoyim bilan yana yolg'iz qoldik. Yig'ladim, siqtadim, ammo endi kech bo'lgan edi. Men tuzatib bo'lmas xudoga yo'l qo'yganimni juda kech angladim. Kollejga borgan kunimoq Murodjon, senga nima bo'ldi, tobing yo'qmi deb so'rab qoldi. Qani aytgan sovchilaringiz, dedim unga zarda bilan. Uzoq yo'l telefonda gaplashganman. Ozgina ushlanib qolishibdi. Erta-indin kelib qolishadi, dedilar. Tushuntirgan bo'ldi u. Men boshqa gapira olmadim. Ters o'girilib, auditoriyaga kirib ketdim. Oradan bir hafta o'tdi. To'y biroz orqaga surildi. Bu orada har kuni oqshom tushishi bilan bo'lajak kuyov Murodjon kelib, qo'ni-qo'shnilarning bolalaridan meni chaqirtirardi. Men esa tobim yo'qligini bahona qilib uchrashuvga chiqmayman. Bir kuni o'qishdan chiqib, dugonalarim bilan yo'lda ketayotsam, o'sha menga tanish Inamarka oldimga kelib to'xtadi va undan Murodjon aka tushib keldilar. O'tiring, olib borib qo'yaman. Avvaliga o'zimni tamoman yo'qotib qo'ydim. So'ng sezdirmay zimdan unga nazar soldim. Darhaqiqat kelinoyim bejiz og'zidan bol tomib ta'riflamagan ekanlar. Qarshimda xushsurat, alp-qomat yigit turardi. Qora ko'zi, qosh va kipriklari shu qadar o'tli ediki, beixtiyor kishining suqi kelardi. Ajab, o'shanda tuzukroq qaramagan ekanman. Sezib turibman, dugonalarim ham unga suqlanib qarashdi. Biroq uni dugonalarimning oldida o'sal qilib qo'ymaslikni o'ylab, biz ko'pchilikmiz, dedim zo'rg'a. Zarar yo'q, hammangiz ham sig'asizlar. Bag'rimiz keng, dedi u hazillashib. Bugun bir kirakashlik qilay. 3 qiz mashinaga o'tirdik. Yo'l-yo'lakay dugonalarim uzr aytgan bo'lib, biz bilan xayrlashib tushib qolishdi. Biz yolg'iz qoldik. Sizni ham ko'radigan kun bor ekan-ku, dedi Murodjon aka. Men tomonga o'girilib. Keling bir gaplashib olaylik. To'yimizga ko'nglingiz yo'qmi deyman-a? Bexosdan berilgan savoldan bir gangib tushdim. Nima deb javob berishimni bilmay garang edim shu topda. Nega indamaysiz? Yoki ko'nglingizda biror boshqasi bormi? Ko'zlarimni olib qochdim. Uning o'tli nigohlariga dosh bera olmadim. Yo'q-ey, nimalar deyapsiz? Kalovlandim men. O'zi shunaqa tortinchoqmi? U indamay old tarafga o'girildi. To'g'riga yo'lga qarab bir muddat jim xayol surdi. So'ng magnitofon tugmasini bosdi. G'amgin kuy ohangida yurakni entiktiruvchi xonish bilan Madonna kuylardi. Uning qo'shig'i ma'nosini tushunmasam-da, negadir shu qo'shiq ohanglariga mening dardlarim terilgandek beixtiyor yig'lagim keldi. Qo'shiq nihoyasiga yetgach, o'zimni qo'lga olib sekin so'radim. Siz meni yaxshi bilmaysiz-ku, nega endi menga uylanmoqchisiz? Nega bilmas ekanman? Murod aka yana men tomonga o'girildi. U sekin jilmayib shunday kiprik qoqdiki, oilangizni ham yaxshi bilaman. Akangiz bilan bir necha marta sizlarning uyingizga ham borganman. Bu yog'ini so'rasangiz, kelinoyingiz bizga qarindosh bo'ladilar. Kelinlar o'z qaynsingillari haqida og'zidan bol tomib gapiradimi? Demak, bu besabab emas. Siz mening ziyolimdagi qizsiz. Ziyolangizdagi qiz qanaqa bo'ladi o'zi? Uning gaplarini negadir huzur qilib eshitarkanman.
suhbatini yanada cho'zish va jonlantirish uchun savol tashladim. Shoir emasman-da, ta'rifga so'z topolmay uyalib qolaman. Shu tariqa Murodjon aka bilan yuzma-yuz ayni paytda uzoq suhbat qurdik. Nihoyat ertasi kuni yana uchrashishga kelishib xayrlashdik. Meni uyda onam bilan kelinoyim tutoqqancha qarshi olishdi. "Hoy qiz, sen bir baloni boshlay deb turibsan." Qoshlari chimirildi onamning. "Nega anavi qishloqiga sovchilar yubor deb aytding? O'zlari ham ja g'alati odamlar ekan-ey", gapga qo'shildi kelinoy. Gapning ma'nosini angladimki, kursdoshim Murodjondan ham sovchilar kelishgan. Ertasi kuni kollejimiz eshigi oldida meni Murodjon kutib oldi. U hayajondan bilmayman, entikib gapirardi. "Ota-onangiz qizimizni unashtirib qo'yganmiz. Erta-indin to'y. Bekorga ovora bo'libsizlar deyishibdi. Shu rostmi?" Indamay auditoriyaga kirib ketdim. U orqamdan ergashdi. "Aytavering, shu rostmi?" "Ha, rost." U gapimning davomini eshitishni ham istamadi shekilli. Shaxt bilan o'girildi-da, xonadan chiqib ketdi. Shu kuni uni qaytib ko'rmadim. Ertasi kuni ham, indiniga ham. Men ikki o't orasida qoldim. Nima qilishga hayronman. Ikki Murod, ikkisi ham ikki olam. Birini desam, ikkinchisi ko'z oldimda gavdalanaveradi. Birini ko'rganda ikkinchisini sog'inaman. Bu yoqda nomusim o'g'irlangan. Bu yoqda ota-onamning orzu-havaslari. Kimni tanlay, nima qilay? Kimning izmiga yuray? Kimni alday, kimga xiyonat qilay? Savollar. Kitoblarda yozilgan Layli-yu Shirin, kumush bibilardek sevganimda ehtimol ko'z ochib ko'rganim kursdoshim Murodjonga yetishish yo'lida kurasharmidim. Ammo buning uchun menda jur'at qani? Jur'atim yo'qmi? Yetmayaptimi? Demak, sevgi muhabbat atalmish tuyg'ular domiga tushmabman-da, deya taskin bergan bo'laman o'zimga o'zim. Qiz bola narsa, ota-ona rayiga qarshi borsa yana bo'lmaydi. Ota-onamning gapiga kirib, Murodjon akaga turmushga chiqsam-u keyin bir umr vijdon azobida qovrilsam-chi? Bu hali beg'ubor yigit. Men esa keyin kim kafolat beradi? To'yning ertasigayoq u meni o'z uyimga keltirib tashlamasligiga kim kafolat beradi? Uning ota-onamning yuziga "Ol buzuq qizingni" deb tupurib ketmasligiga, nomussizligimni yuzimga solib, el-u yurtu oilam orasida meni sharmanda qilsa-chi? Nima qilishga hayronman. Bu ketishda o'zimni biror narsa qilib qo'yishim, biror fojia sabab bo'lishim turgan gap. Iltimos, ismini ko'rsatmang. Nargiza deb qo'ya qoldim. Baxti qaro Nargiza.